Qur'on bilan hamsafar 10-qism. المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب حفظ القرآن Qur'on yodlash bu juda ham ulug' va katta rejadir. U boshqa biror rejaga o'xshamaydi, chunki uning foyda keltirishi kafolatlangan. Hayotingizdagi amalga oshiradigan har bir loyihaning rejasi bo'lishi kerak. Har birining o'z boshlanishi va oxiri bor. Ana shu rejani amalga oshirishda boshlanishidan oxiriga bosib o'tish kerak bo'lgan qadamlar mavjud. Siz mendan "Ey Faxt, aytchi, bu rejaning boshlanishi qachon?" deb so'rasangiz, men aynan hozir deb javob beraman. Qur'oni Karimni yod olishga qaror qiling. Rejaning oxirini esa o'zingiz belgilaysiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishga qurbingiz yetgan miqdorcha bo'ladi. Loyiha rejasini ham o'zingiz belgilaysiz. Bir kunda Qur'ondan qancha yod olishingiz mumkin? Hisoblab ko'ring. Alloh subhanahu va taoloning kitobidan qancha yodlay olasiz? 1 sahifa, 2 sahifa yoki 3 sahifa qancha yodlaysiz? Buni o'zingiz belgilaysiz. Bir haftada necha kun ustoz bilan birga dars qila olasiz? 2 kun, 3 kun yoki 1 kun. Bu sizning imkon darajangizga qarab. Muhimi, sizda to'liq reja bo'lsin. Uning boshlanishi va oxiri bo'lsin. Oxiri balki 1 yil bo'lar, balki 2 yil, ehtimol 3 yil. Ammo siz ana shu reja bo'yicha harakat qilishingiz juda ham yaxshidir. Bir kun yodlayman-da, balki 5 yil yo 10 yil, ehtimol 15 yilda yod olarman deb harakat qilmang. Balki Allohning izni bilan 5 yilda yod olib bo'laman deb ayting. 5 yil juda ham ko'p-ku deb o'ylamang. Sizning hayotingizda 5 yil shunday o'tib ketadi. Go'yoki kechagi kunni eslagandek eslaysiz. Ehtimol 5 yil ichida birorta yaxshilik qilmasligingiz ham mumkin, ammo Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan 5 yil birga bo'lish butunlay boshqacha. Bu yillar juda tez o'tadi. Siz esa qurbingiz yetgan miqdorda boshqa ishlaringizni ham hisobga olgan holda rejani belgilab oling. Buning natijasida siz juda ham go'zal loyihani tugallash baxtiga muvaffaq bo'lasiz. Bu loyiha Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishdir. Men Allohning izni ila sizga shu loyiha uchun reja tuzib beraman. Masalan, bir kunda ko'proq yodlasangiz 1 yilda yod olib tugatasiz. Misol uchun Qur'onni 2 yilda yod olish uchun mo'ljallangan rejani sizlarga taqdim qilishim mumkin yoki Qur'onni masalan 3 yilda yod olishga mo'ljallagan rejani aytishim mumkin. Misr Misrning Arab al-Ravashida deb nomlanuvchi qishlog'ida izlab boshqalardan ajralib turuvchi bir yosh, xushovoz va mukammal hofiz yigitni topdik. Biz hozir Misrning go'zal qishloqlaridan biri Arab al-Ravashidada o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olgan qorilardan birining uyiga tashrif buyurdik. Ular bizni izzat ikrom bilan kutib olishdi. Bu uyda Alloh subhanahu va taoloning kitobi yodlatilar ekan. Bu qori Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olib bo'lgandan so'ng, ana shu biz o'tirgan uyda boshqalarga ham Qur'on o'rgatar ekan. Bu Shayx Hassandir. Shayx Hassan, ahvollar qanday? Alhamdulillah, yaxshi. Men boshqalardan ajralib turuvchi deganimda shuni nazarda tutdimki, uning Qur'on bilan bo'lgan hayoti o'zgalarnikidan butunlay boshqacha. Alhamdulillah. Qur'on bilan bo'lgan safaringizning boshi qanday bo'lgan? Qur'on bilan safarim boshi 4 yoshimda bo'lgan. Qur'oni Karimni yod olishdagi qissamning boshi haqida aytsam, Qur'oni Karimni yod olishimdan avval o'sha paytlarda Falastinda urush bo'layotgan edi. Yosh bolaman, televizorda bu xabarlarni ko'rish, eshitish tabiiyki menga ta'sir qilgan.
Kunlardan bir kuni otamning oldiga borib, ota, bir tush ko'rdim. Unda men dushmanlar bilan, ya'ni Isroil bilan jang qilayotgan emishman. Ularni o'ldirayotgan ekanman, lekin mening qo'limda hech qanday qurol yo'q edi dedim. Bu tushni ikkinchi marta, keyin uchinchi va to'rtinchi marta ham ko'rdim. Bu tushim 3 martadan ko'p takrorlanganini aytganimda, u bir shayxning oldiga borib, o'g'lim tushida shunday narsalarni ko'ribdi deb aytsa, shayx unga tushni ta'bir qilib shunday debdi: o'g'lingga Allohning kitobini yodlatgin. U Qur'on homillaridan bo'ladi, mashalloh. Ana shu tush o'ngidan keldi. وصدقت. Otam meni darhol shayxning huzuriga olib borib, men o'g'limga Qur'on yodlatmoqchiman deb aytdi. Shundan so'ng men o'sha shayx bilan yodlashni boshladim va 7 yoki 8 yoshimda to'liq yod oldim. Mashalloh. Qur'onni to'liq yod oldingiz. Ha, to'liq. Yaxshi shayx. Bilishimcha siz Qur'onni yod olgandan keyin qiroatlarga ham qiziqishingiz baland ekan va hozir 10 ta qiroatni bilar ekansiz. Ha, tajvid qoidalarini o'rgandim, Tuhfatul Atvolni, Jazariya matnini yod oldim. Keyin fazilatli shayx Hasanayn Jabroildan ijoza oldim. Shundan so'ng Shotibiya, Durra, Toyiba matnlarini yodladim. Hozir kichik qiroat bo'yicha menda san'at bor. 10 ta katta qiroatni o'rganmoqdaman. Mashalloh, taborak ar-Rahman. Alloh subhanahu va taolodan ilmingizni ziyoda qilishini so'rayman. Amin. Ilmlarning eng afzali Qur'on ilmi. Shunday. Endi sizni imtihon qilib ko'ramiz, Shayx Hassan. Alloh sizga barakat oyitsin. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Mashallah. Men ana shu Qur'on bilan hamsafar dasturimda sizning yoshingizdagi bolalar bilan ko'rishishga harisman. Juda ham xohlayman, chunki sizlarning yoshingizdagi bolalarda Qur'ondan chalg'ib boshqa narsalarga qiziqish ko'proq bo'ladi. Xosatan bizning ko'rfazdagi davlatlarda. Hozir sizni ko'rib turgan yoshlarga ularni shijoatlantiradigan bir gapni aytishingizni xohlardim. Ularga qisqa qilib yod olish uchun bir nasihat qiling. Har birimiz otamiz, prezident yoki vazir kabi inson bo'lishini orzu qilamiz. Ammo Qur'on homilichi, prezident ham, vazir ham, farzandi hofizi Qur'on bo'lishini orzu qiladi. Jamiyatda har qanday inson doktor ham, injener ham, o'qituvchi ham, prezident ham, vazir ham Qur'on hofizi uchun izzat ikromda turishadi. Unga dunyo va oxiratda muvaffaqiyatga erishish uchun shu kifoya qiladi. U oxiratda Alloh taborak va taoloning jannati bilan mukofotlanadi. Lekin Allohning kitobiga amal qilsagina. Chunki hadisda aytilishicha, shunday qorilar borki, Qur'on uni la'natlaydi. Shayx mashalloh, juda ham go'zal gaplar. Lekin bugungi kunda ko'pchilik yoshlar bu nasihatlarni bilishadi. Qur'on hofizi Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan bandalari ekanligini, ularning fazilati haqida xabarlari bor. Lekin Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish uchun vaqtim yo'q deyishadi. Bu shaytondan, chunki shayton qalbimizni egallab oladi. Natijada dunyo bilan mashg'ul bo'lib, oxiratni unutamiz. لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين منهاج دستور الحياة.
Qur'on yodlab Alloh subhanahu va taoloning kitobiga yaqinlashish chog'ida Alloh bilan o'rtangizda bir ahd bo'lishi juda ham go'zal holatdir. Qanday ahd deysizmi? Bu shunday ahdki, har kuni siz Qur'on bilan birga o'tkazish uchun ma'lum vaqt ajratasiz. Chunki siz Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olyapsiz. Ana shu vaqtda sizda har qanday sharoit bo'lmasin, Qur'onni tark qilmaysiz. 1 soat bo'ladimi, yarim soat bo'ladimi, 2 soat bo'ladimi, bu vaqtni o'zingiz belgilaysiz. Ammo shu vaqtni hech qachon tark qilmaysiz. Men ana shu dastur davomida bir kishi bilan uchrashdim. U menga juda ham chiroyli gap aytdi. O'zi omi odam, yoshi katta, yozishni ham, o'qishni ham bilmaydi. Men bir kunda 4 porani takror qilaman. Ana shu 4 porani hech tark qilmayman. Agar 3,5 pora o'qigandan keyin uyqum kelib qolsa ham uxlamayman. Menda yetarli vaqt bor. O'zim maktab qorovuliman. Ertalab o'qituvchi kelgan payt unga 1,5 porani o'qitib olaman. Qaytib turganida ham yana 1,5 porani o'qitib olaman. Uyiga borgandan keyin farzandlarimdan biriga qolgan 1 porani o'qitaman. Uning aytishicha, bo'sh vaqt topib Qur'on yodlar ekan. Keyin maktabdagi birorta bo'sh o'qituvchi topib, unga menga Qur'ondan biror narsa o'qib bering der ekan. U sizga 1 poraning 4dan birini eshitqizib o'qib berar edi. Shundaymi? Ha, men oktyabr jangida armiyada bo'lganman. Urush tugagandan keyin maktabga qorovul sifatida tayinlandim. Qur'on yodlab turgan paytimda bo'sh vaqtimda bir hizbning 4dan birini yod olar edim. Keyin ustoz topib yodlaganimni tekshirib bering der edim. Bu meni kundalik mashg'ulotim edi. Mashalloh. Har kuni o'zimga ana shunday topshiriq berib olgandim. 1 yilda Qur'onni yod oldim. Alhamdulillah. Yod olganimdan so'ng har kuni 5 poradan takror qilaman. Har kuni 5 pora takror qilasiz? Hozirgacha. Har kuni bomdod namozidan boshlab kechgacha 5 pora o'qiyman. Bu gaplardan shunga guvoh bo'lamizki, Alloh subhanahu va taoloning kitobi go'zaldir. Yana amin bo'lamizki, Qur'on va uni yod olish juda ham go'zal amaldir. Siz ana shu vaqtga katta e'tibor qaratishingiz kerak. So'ng shu vaqtni tark qilmasligingiz lozim. Har qanday sharoitda ham. Ana shu siz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'rtasidagi ahddir. Ko'pchilik mendan ey Faxt, Qur'on yodlash uchun qancha vaqt ketadi deb so'rashadi. Qur'onni 1 yilda yodlaymanmi, 2 yildami, 3 yildami yoki 5 yilda? Men doim ularga aytaman. Bu har bir kishining o'z imkoniyati va qudratiga qarab bo'ladi. Har bir shaxs Qur'oni Karimni yodlash uchun tuzib olgan rejasiga qarab aniqlanadi. Kimdir Qur'onni 1 yilda yod oladi. Yana kimdir, men o'zim Misrda Sharaf bilan uchrashdim. Qur'onni 3 oyda yod olibdi. Yana kimdir 5 yilda yod oladi. E'tibor beradigan jihati qancha vaqt ketishida emas, balki Qur'oni Karimni yodlashda sizning astoydil harakatingizdadir. Ana shu eng muhimi. Ammo men bugungi kunda Allohning izni ila Qur'onni yodlashdek go'zal amalga azmu qaror qilgan har bir shaxs uchun eng munosib muddat 3 yil deb bilaman. 3 yil eng yaxshi muddat. Har bir shaxs Allohning izni ila buni uddalay oladi. Nima uchun? Chunki agar Qur'onni 3 yilda yod oladigan bo'lsangiz, bir kunda bir bet yodlashingiz kerak bo'ladi. Har kuni bir betdan yodlab borsangiz, Allohning izni bilan 3 yilda uni to'liq yod olasiz. Mana shu men sizlarga tavsiya qiladigan eng munosib vaqtdir. Yodingizda tuting. Muhimi qancha muddatdaligida emas, 1 oy bo'ladimi, 2 oy bo'ladimi yoki 5 yil bo'ladimi, bu muhim emas. Eng muhimi, o'zingizga reja tuzib oling va Qur'oni Karimni yod olishda ana shu reja bo'yicha harakat qiling. Katta yashil masjid, Turkiya. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qur'onni boshqadan, sahobalar roziyallohu anhumdan eshitishni yaxshi ko'rar edilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning yonlariga borib, u kishining go'zal qiroatini tinglaganlar. Hatto ko'z yoshlari yanoqlarini yuvgan. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhuga esa senga Davud oilasining mizmorlaridan bir mizmor berilgan deganlar. Hozir men Shayx Adam bilan ko'rishib turibman. Uning qalblarga yetib boradigan juda ham go'zal va xush yoqimli ovozi bor. Biz uning Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissasi haqida bilishni xohlaymiz.
Shayx Adam, xush kelibsiz. Bizga Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissangiz haqida so'zlab bering. Qachon boshlagansiz va qachon tugatgansiz? 8 yoshda edim. Bobom meni qishlog'imizdagi o'zi Qur'ondan dars beradigan maktabga olib borar edi. Men undan Qur'on qiroatini o'rgandim. Boshlang'ich bo'limni tugatganimdan so'ng bobom meni maxsus Qur'on maktabiga yubordi va u yerda Qur'onni xatm qildim. Qur'onni yodlaganingizda necha yoshda edingiz? 14 yoshda. Uning ovozi menga juda yoqdi. Unda Fotiha surasini tartil bilan qiroat qilib berishini so'ramoqchiman. Biz ko'rfazliklar tartil bilan qiroat qilish bo'yicha ajralib turamiz, lekin sizlar kabi tahqiq bilan o'qish bizda yo'q. Sizlarning qiroatingiz juda chiroyli. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Turkiya. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Fotir surasidagi bu oyatni o'qiganingizda, ey Qur'onni yodlab turgan hofiz, Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqomingizni his qilishingiz kerak. Hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar. Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan tijorat hargiz kasodga uchramaydi. Bu oyatning tafsirida o'qidim. Bu aynan Qur'on qorilari xususida ekan. Qanday go'zal. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga hasana bor. Bu hadisni avval ham zikr qildik va bir hasana 10 barobargacha ko'paytirilib beriladi. Xo'p, oddiy Qur'on o'quvchi, ya'ni Qur'onni yod olmagan, balki namozlardan keyin yoki Ramazondan Ramazongacha o'qib qo'yadigan kishi Qur'onga yaqinlikda u bilan birga yashashda hofizul Qur'on kabi bo'la olmaydi. Qur'on hofizi biladiki, agar Qur'onni takror qilib turmasa, u xotiradan qochib ketadi. U Qur'onni necha marta takror qiladi? Men bilan birga bir tasavvur qilib ko'ring. Uning tarozidagi yaxshiliklari qanchalik ko'p bo'lar ekan. Ana shu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'ladigan haqiqiy tijoratdir. Bir surani bir marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta va hokazo takror qiladi, toki umrining oxiriga qadar. Umri qanchalik uzoq bo'lsa, Qur'onni shuncha takror qilaveradi. Shuning uchun ham Qur'onda hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar deyiladi. Ularning ajrlari shu qiyinchiliklar uchun to'liq berilishi uchun va yana o'z fazlidan ziyoda qilib beradi. Albatta, u o'ta mag'firatli va shakurdir. Qur'on hofizining maqomi juda ham ulug'. Hali ham Qur'on yodlashni boshlamadingizmi? ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا